Bugün sizlere Avtoshop avtosalonumuz tomonidan 6 xil mashinamizni obzor qilib beramiz. Lip Motor C16 mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizning probegi 10.000 km yurgan, narxi $28.000. İkinci mashinamiz Dolphin 008 mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, probegi esa 22.000 km yurgan. Bu mashinamizning narxi $28.000 do'stlar. Üçüncü mashinamiz esa Chery Tiggo 7 Pro eng full pozitsiyasi aksiyotdan so'rab bo'lganlar uchun mashinamiz 2023-yil narxi 250 million so'm do'stlar. Dördüncü mashinamiz esa Chery Tiggo 7 Pro do'stlar. Bu mashinamizni yili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 240 million so'm. Beşinci mashinamiz esa Volkswagen ID4 Cross varianti mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, narxi $19.000. Ve oxirgi mashinamiz Honda mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, narxi $16.000. Agar avtomobillarimizni avtokredit asosida xarid qilajak bo'lsangizlar, faqat Xorazm viloyati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini avtokredit asosida berib bilamiz. Qolgan viloyatlari hozircha cheklab qo'yilgan. Meni yo'lim uzoq, lekin bormasimdan elde ma'lumotlar kerak bo'lsa, mijozlarimiz uchun pastda telefon nomerlarimiz bor, bemalol bog'lansalar bo'ladi.